Ko'rib ishtahangiz ochildimi? Iftorlik va saharlik dasturxoningiz uchun bu yupqalarni albatta tayyorlab ko'ring. Retseptni yozib qo'ydim. Oddiygina xamir, suv, tuz, un solib, xamir tayyorlab 20 daqiqa tindirib qo'yamiz. Xamirimiz tingunicha nachinkasini tayyorlab olamiz. 2 dona kattaroq sabzini qirg'ichdan o'tkazib, 200 g qiyma va 2 dona piyozni to'g'rab, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Piyozlar qizarib ketmasin, shirasi ketib qoladi. Sabzini solib birov aralashtirib qovurib, go'shtlarimiz sochilib turish uchun ozgina suv bilan aralashtirib oling. Go'shtimizni ham solib, yaxshilab aralashtirib, pishirib qovurib olamiz. Tuz va murch solishni unutmang. Nachinkamiz tayyor. Endi tingan xamirni olib, videoda ko'rsatilgandek kesib, yong'oqda zvolachali yasab, zvolachalarni ustini yopib, yana 5-10 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Xamir yoyish uchun 2 osh qoshiq un va 2 osh qoshiq jo'xori kraxmaldan foydalandim. Kraxmal bilan un xamirning yuqa yoyilishiga yordam beradi. Xamirlarimizni yoyib olamiz. Ko'rayotgandek yuqa bo'ldi. Tavani qizdirib, sariyog' surtib, birinchi xamirimizni ikkita tarafini o'girib pishirib olamiz. O'girilgan xamir ustiga nachinkani solib, ikkinchi xamirni qo'yib, ustini sariyog'lab, o'girib, o'girilgan tarafga yana qiyma solib, shu tarzda davom etadi. Hamma qavatlarini pishirib bo'lgandan keyin gaz tegini o'chirib, tavani qopqog'ini yopib, yarim soatga dimlab qo'yasiz. Qarabsizki, mazali yupqalarimiz tayyor.